Qo'shni eshitdingizmi, qishloqni boshiga qanaqadir sotuvchi kelibdi, mashina sotayotgan ekan. Ha, eshitdim, borib ko'rib ham keldim. Ha, qanaqa mashinalari bor ekan? Zo'r mashinalari bor ekan. Ha, olmadingizmi? Yo'q, pulim yo'q. Ha, pul topsangiz olasizmi? Pul topsam o'zim bilaman nima qilishni, lekin nima gap qo'shnilar? Boring, sizga zo'r gapi bor. Yuring, chekkaroq o'taylik. Ha, hozir boraman. Tak, mana bugungi kunni ham boshlab oldik. Tak, eshikka chiqa. Voy, eshigimni kim ochib qo'ydi? Galachimda eshigini. Ichida mashina yo'q-ku, nima ochib qo'yibman? Svetini o'chirib qo'yaylik. Elektr toki ketib yotibdi. Baribir ichida hech nima yo'q, aytganimdek. Tak, texnologiya qilib yopiladi, lekin mashinam bo'lganda zo'r bo'lardi. Tak, hozir esa mana bu yerda bir ikkita mashinalar bor. Shular sotmasmikan? Voy, jetelmay qarab, mana mashina sanikimi? Ha, meniki. Sotmaysanmi? Yo'q, sotmayman. Nima, mashina kerakmi senga? Ha, mashina bo'lganda zo'r bo'lardi. Ha, qishloqni boshida mashina sotishga o'zi bitta sotuvchi kelgan, o'shanda sotib olsak bo'ladi. Yo'q, qara, qaysi boshiga? Bu boshigami, u boshigami? Bu yerda to'y bo'lgan joy bor-ku, tekis joy, o'sha joyda. Ha, bo'pti, mayli, rahmat bratishka. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo Havaslamani yangi video roligimda. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar va kanalga obuna bo'linglar, chunki men yangi mashina olmoqchiman. Lekin qayerda dedi? Hozir borib ko'ramiz. Qishloqni boshida merni to'yi bo'lgan joyda dedi. Merni to'yi mana bu tomonda bo'lganida adashmasam, hozir mana shu yerdan borib ko'ramiz. Qani, uchtagina ekan-ku. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom yigitcha, qalaysan, ishlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat, o'zingiz ham yaxshimisiz? Nima bunaqa g'alati kiyinib olgansiz? Endi biz ustamizda o'shanga kiyinganmiz. BMW-mi? Ha, BMW olib kelganman, qalay, zo'rmi? Ha, dahshat, bu narxi qancha? $9. Nima? $9? Bunga o'zingiz ham qo'shib sotyapsizmi? Uchalasi 9 takmi? Yo'q, bitta o'zi $9. Oho, bu yerda Ford bor ekan. Ford qancha? $13. Nimasi 13 tak? Undan ko'ra BMW qimmat-ku. Bizda shunaqa. Ha, yaxshi. Mana bu qanaqa mashina edi? O Lamborghini. Lamborghini. Bu qancha? Uni narxi $11. Oho, o'zi arzon mashina ekan bu. Lamborghini emas-ku. Xullas qanaqadir mashinada $11 da u. BMW arzon ekan-a? Xuddi shunaqa. Olmoqchimisan? Pulim hozircha yo'q, pul topsam olaman. Mayli, tezroq topib kel, men o'sha sotib jo'nab uyga ketmoqchi edim. Mayli, hozir men izlanib ko'ray, agar pul topa olsam kelib olaman, lekin pulim yo'q-ku. Janob merda aniq bilaman, pul bor. Menga bersa, lekin voобще mochniy bo'lardi, mochniy sochniy bo'lardi, lekin pul bermaydi o janob mer, chunki ziqna, voобще dahshat ziqna. Nima berishi ham mumkin. So'rab ko'ramiz, atak. Tak, janob mer. Voy, janob mer, qayerdasiz? Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum, kejoxa. Qaroshday sizni yoningizga bir iltimoscha bilan kelgandim. Qanaqa iltimoscha? Qarochi, qishlog'imizni boshida mashina sotadigan bratan kelibdi, ya'ni sotuvchi. O'sha bratandan bitta mashina sotib olmoqchiman. Shu desangiz pulim yo'q. Pul topish kerak-da, oshna. Pul qayerdan topaman, brat? Sizdan shu pul so'rashga kelgandim o'zi. Pul hozir hammaga kerak, bir senga emas, menga ham kerak, bunga ham kerak. Shu pul berib tursangiz dahshat bo'lardi, mashina sotib olardim. Keyin o'zim shaxsiy mashinam bo'lsa mazza qilib minib yurardim. Qaraydi, men ham shaxsiy samolyotim bo'lsa mazza qilib uchib yurardim. Endi samolyot bilan mashina farqi bor-ku, bratan. Bilmadim, xullas, mayli, pul berish kerak bo'lsa beraman, lekin bitta ish qilasan evaziga. Qanaqa ish? Qancha pul kerak o'zi? $9. Oho, unga yarasha ish ham yo'q-da o'zi. Bir amallaylik endi, onasining mashina olmoqchiman, bitta yo'qib qolgandi. Mayli, o'ylab ko'ramiz unda. Qara. Tak, hozir o'ylaydi. O'ylang, yaxshilab o'ylang. Tak, mashinani olasanda, mashina bilan qishloqda kirish qismi bor-ku, eshik qismi. Ha, o'sha joyda tosh qilib agar ayrim joylar bor, o'shalar tosh qilib chiqasan. Nima tushundingmi o'zi? Nima deganingiz u? Qarochi, kirish qismida eshikgacha tosh qilingan-ku. O'shani sal o'tkazib qilasan, tushundingmi? Tushundim. Mayli, unda men to'xtang, pullarni olay. Qaysida edi? Ikkinchisida, tak. Mana ekan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bo'pti, brat, rahmat. Mayli, ishni qil, davay, tezlash. Bo'pti. Yaxshi, mashina birinchi olay, mashina bilan boraman qishloqni boshigacha. Maza qilib drift qildirib borsam ham bo'ladi. Tak, birinchi o'rinda
u yerdan borib kirkamda olishim kerak va nima edi belkurak ham kerak bo'ladi. Yerni qazib turib tosh qilamiz o'rniga. Menimcha shunaqa dedi janob mer. Ya'ni bilmadim, tushunmadim to'g'risini aytsam janob merning gapiga. Atak tushunishga harakat qildim, lekin topolmas belkurak kerak bizga. Ikkalasini shunday olib olamiz qo'limizga. Ana endi borib mashinani sotib olishimiz kerak. Ana nechi 9 ta dollarlik BMW X nechidir modelda. Hozir olamiz. Menga to'g'risi BMW modellari juda ham yoqadi, chunki BMW bu udar mashina degani, Mers musur degani. Buni his qilinglar prosta tak, chunki o'zi hamma biladi Mersni musurligini, atak BMW udar mashina, udar uchadigan mashinada chunki. Birata men keldim. Pul topoldingmi? Ha, topdim, qarang mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tak. O, gap yo'q. Tez topib kelding, qoyilman lekin. Ha, tez topib keldim. Hozir borib 5 kun ishlab beraman endi mana shu pul uchun. Yo'q, kimga ishlab berasan? Shu janob merga, qishlog'imizning meriga. Tushunali. Mayli, bo'pti, omadingni bersin. Mayli, rahmat brat. Senga ham rahmat. Arzimaydi. Ana endi BMWni minamiz. Bu qanaqa to'xta, qanaqa model ekan? Orqada yozilgan X6. X6 model, naxotki mazza. Salonlarni qaranglar, rangi sal g'alatiroq ekan, atak BMW ham bor, muhimi BMW ham bor. Bo'pti bratan, zo'boni, rahmat. Tak, endi bu BMW chani men o'sha yoqqa haydab borishim kerak. Ya'ni qishloqni eshik qismiga haydab boraman. O'sha yoqdan esa keyin janob mer aytgan ishni qilib boshlayman. Ya'ni eshikni nimadir qurib berasan dedi-ku, o'sha eshikni oldidagi qanaydir bloklarni to'g'irlab chiqishmi, xullas shunaqa ish buyurdi. O'shani qilishim kerak borib tezroq. Tak, u uchun albatta men bu yerdan haydash kerak. Tak, uzoqroqdan haydaylik. Mana bu narsalar urib titib tashlamaygani. Axir bu BMW-ku, buni agar buzib qo'yadigan bo'lsam, dabdala, bu qimmatbaho mashina. Oydan bura olamanmikan? To'xta. Asta, tak, asta. Tak, tegmayaptimi? Tegyapti-ku. Qanday sig'armikan? Yo! Va baribir tegib ketdi. Tegmaydimi deb o'ylagandim. Atak tegdi. To'xtaylar. Buni to'g'rilab ketmasak bo'lmaydi. Voy, to'xta. Devorga kirib ketdimi? Tak, bu bitta blok tutgan ekanman. Juda ham kam yaxshi, juda ham kamligi yaxshi o'zi. Agar kattaroq problema qilganimda, uni problemani hal qilishga ko'p vaqtim ketardi. Ana endi haydaylik, chiqani qanday tezlikda yurar ekan. Yaxshi. Ozgina. Ay, kirib ketdi. Juda ham yomon. Men drift qildiraman deb o'ylagandim. Atak drift qildim, mana bu yoqlarga qaranglar. Ozginagina drift qilib qo'ydim. Mayli, qaytarib bu bloklar joyiga qaytarib qo'ysak degandim. Nimaga 3 ta blok sinib, 2 ta blok berdi menga? Hayronman. Mayli, hozir bitta blok qayerdandir topib olib kelib qo'yamiz. Menimcha mana shu yerni dakansa tosh qilib qo'y dedi shekilli janob mer. Mayli, mana shu yerni tosh qilish kerak bo'lsa, shu yerni tosh qilamiz. Tak, tosh qilish kerak. Qanaqa tosh qilish kerak? Buni toshga aylanmaydi bu bloklar aniq, chunki bu o'zi yer blok bo'lsa qanday toshga aylantirish mumkin? Mayli, mana shu zina qismini toshga aylantiraman, bo'ladi. Qolgani shart emas menimcha. O'zi buni oxirigacha qilishim ham shart emas, chunki bunday qilsak yetadi. O'zi bir blok orqada qoldirib ketamiz. Eshikdan tashqari yo 2 blok ekan, 2 blok. Mana bu yerga yana 2 ta blok qo'yib ketamiz va mana shu tartibda menimcha zo'r bo'ladi, dahshat bo'ladi, takoy bo'ladi. Lekin toshni qayerdan olaman? Shaxtaga borib kelish kerak qayergadir. Lekin shaxta qayerga borligini ham bilmayman. Shaxta izlab ko'raman hozir. Shu yer tosh qilsam menimcha bo'ldi, yetadi. Xo'sh, hozir mana bu BMW chaminamizda borib shaxtadan tosh olib kelamiz yoki men bu yerdan tosh olaymikan? Yo, bu yerda olmaymiz. Borib shaxtadan olib kelish kerak. Meni borib kelaman, yaxshi, o'zi kakras yerga o'tiribman-ku baribir. Tak, buni qilamiz. Endi buni burish kerak. Qanday bursak bo'ladi? Bura olamanmi shu yerdan? Qarab turinglar, chiqani bura olamanmikan? Voy, asta. Tak. Asta haydasam buraman tochni. Tak. Okey. Va burdim. Qo'yil. O'zimga qo'yilman. O'zimga qo'yilman. Gap yo'q, o'zim malades. Zo'r burding. Senga men qo'yil qoldim. Sen zo'rsan o'zim, dahshat o'zim, malades o'zim. Qarochi o'zimni maqtab tursam, keyin o'zim ham zo'r bo'lib ketaman-da. Sizlarga maslahatim o'zinglarni maqtab, o'zinglar bilan o'zinglar gaplashib deganda o'shanaqa narsa qilsanglar, keyin muvaffaqiyatga ham erishasizlar, qanaqadir maqsadinglar bo'lsa, unga ham erishasizlar. Xullas, hammasi zo'r bo'ladi. Sizlarga maslahatim mana shu. O'zimga esa maslahat kerak emas, chunki o'zim bilaman hamma narsani. Hamma narsani emas, endi sizlarga aytayotgan hamma narsamni o'zim ham bilaman demoqchiman.
Xo'sh, ko'p gap eshakka yuk, lekin menda BMW bor. BMWga xohlagancha yuborsa bo'ladi, chunki X6 bu juda katta mashina, juda katta mashina. Xohlagancha yuborishim mumkin. O'shaning uchun xohlaganimcha gapiraveraman. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Endi gap ko'p-da, gapni ko'paytirmasam bo'lmaydi. Sizlar zerikib qolishinglar mumkin-ku, men ko'p gapirmasam. Yo'q, kam gapirishni xohlaysizlarmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar, qani kam gapirganim yaxshimi, ko'p gapirganim yaxshimi? Menimcha sizlar uchun ko'p gapirganim yaxshi. Aytayotganimdek, xuddi o'zidek videoda sizlar zerikib qolishinglar mumkin bo'ladi. Ana endi bu bloklarni olib borib joylashtirish kerak. Yana shu tomonga qaratib BMWni haydab boramiz. Tak, BMW jon, seni yaxshi ko'raman. Chunki sen mening qimmatbaho mashinamsan. Sen uchun shuncha ish qilyapman. Va nihoyat to'xta mana shu yerda. Bu yerda to'xtama, oxirroqga borib to'xta. Bo'ldi, shu yerda to'xtaysan. O'sha men bu yerga ishlayman, sen shu yerda kutasan, xo'pmi? Davay, o'tir shu yerda. Tak, mana bu yerni boshlaymiz. Toshga aylantirib, mana shunaqa qilib yetsa bo'ldi. Muhimi olib kelgan bloklarim, atak yetmay qoladigan bo'lsa, yana borib kelishimga to'g'ri kelib qolmasa bo'lgani. Menimcha yetadi, yetib qolar ekan-da. Normali yetadi. Yo, yetmas ekan. Obbo adashibman. Borib yana 4-5 ta blok olib kelishim kerak. Atak mana bu yerda olsam ham bo'ladi. Chunki aynan shu 4-5 ta blok uchun yana shuncha joyga mashina burib, yana borib kelib o'tirgandan ko'ra, mana shu yerdan tinchgina olib, shu yerga qo'yib qo'yganim menimcha yaxshi. Okey va okey. Normali. 10 ta ana endi точно yetadi. Точно, chunki 10 talik bu yerda joy qolgan yo'q. 10 tadan kamroq joy qolgan mana va mana. Takoy. Bu yerga shart emas tosh qo'yish. Endi mashina bilan o'sha yoqqa chiqib ko'raylik, qanday chiqib, qanday kirilar ekan. Qishloqqa chiqib kirish yo'lini so'zladi dedi janob mer. Tak, mana shu yerdan asta chiqamiz. Qani, BMW jon, uyaltirib qo'yma. Tak, normali chiqding. Malades, gap yo'q senga, qo'yilim senga. Tak, buramiz hozir qarab turinglar. Tak, tekizmay burish challenge. Challengening iti tekizmay burish, tekizmay. Okey, burdim, qo'yil. Bu yerda ko'ryapsizlarmi, 100-qishloq deb yozib qo'yilibdi eshik peshtaxtasiga, lekin sizlarga ko'rinmayapti. Endi ko'rindi, ko'rdinglarmi? 100-qishloqqa xush kelibsiz deb yozib qo'ydirishimiz kerak. Ana endi uyimga olib borishim kerak, bu mashinani garajimga solib qo'yishim kerak. Lekin qanday sig'diraman? Garajim kichkina, bu mashina esa juda ham katta ekan. Bir amallab sig'diramiz. Короче, ketdim. Birinchi qishloqqa kirib, uyimni yoniga haydab olib borishim problemaroq. Chunki bu juda katta mashina, aytganimdek, yo'ldan sig'dirish ham buni problemaroq. Tak, hozir mana shu yerdan buramiz. Asta, juda ham zo'r, juda ham takoy. Qochay jetel urib ketaman. Tentay bo'lib qolganmisan, yo'lda nimaga yuraverasan? Tak. Oho, rasvos chiqdi. Mana bu yerda buzdim. Endi uni sozlash kerak. Qanaqa yerda buzdim? Mana buzganday bo'lgandim. Buzmagan ekanman. Yaxshi, shunday zo'r haydayapmanmi? Endi buni joylash kerak garajga.